dostlar, yaxshimisizlar? Bugun hammamizga tanishlik bo'lgan Koreyacha tamoq kimbap tayyorlaymiz. Materiallar: pishirib olgan guruchga yarim qoshiq tuz qo'shib aralashtiramiz. Dengiz yosoni varaqi va sushi pardasi tayyor qilamiz. Bu materiallarni har qanday magazindan sotib olg'ili bo'ladi. Tayyorlab olgan guruchimizni qizil yosun varqiga takshi yeytimiz. Ondan materiallarimizni mushundaq tizib yo'gaymiz. Yo'gab bo'lib, sushi pardasi bilan mijib chinatimiz. Ondan parchalab iste'mol qilsangiz bo'ladi. Qani undaq bo'lsa, programmamizning taklif mehmonlari ketib taqsin. Aniqki bu tamoqimiz mehmonlarimizga intayin yoqdi, sizmi cho'qim sinab ko'ring. Albatta, programmamiz hech oxirlashgani yo'q. Qani davomli ko'zirining. Shunda damlardan paramlashsam da qiziydi ayda. Qiziydi deganim to'g'ri. Endi menda bir gapni eslatib deyman bu gap. Attorlarning sanduqidan doim xushpuroq taqab turdi. Uni yenidan o'tgan odam bu shu xushpuroqdan huzurlandi dedi. Attor degan atir sotdiq odamlarki. Atir sotdiq odamlarning sanduqi doim xushpuroq taqib turdi. Sen uni ishlatmasanmi, shu ishni endi o'lsang bir xushpuroqdan huzurlansa deydi. Demak, men shu yaxshi odamlar bilan, okamlar bilan suhbat qilishni yaxshi ko'raman. Ular xuddi attorga o'xshaydi. Shu akamlar bilan, ya'ni sen shu cho'ndadlar bilan mendarsa, suhbatlarimiz qizib ketdi. Undan nurg'un ruhiy uzuq olamiz, naf olamiz. Masalan, bu paramlashganda dedi, dunyoda bir necha turli odamlar bor edi. Bir yaxshi ishni diliga tukidi, va'da qilib, ijro qiladi deydi. Bu yashashning qonuniyatlarini biladigan yaxshi odamlar to'pidan deydi. Ikkinchisi bir yaxshi ishni va'da qilmayli ijro qiladi deydi. Bu odamlar shu jamiyatdagi mard, sehi, yaxshi odamlarning to'pidan deydi. Ya'ni uchinchisi bir yaxshi ishni va'da qildi, qilmaydi, ijro qilmaydi. Buni pixsa past odamlar deydi. To'rtinchisi va'dami qilmaydi, ijromi qilmaydi deydi. Bunday odamlar o'zigimi, urug' tuqqanlargami, jamiyatgami besim olib keladigan yuk odamlar deydi. Endi biz ajdodlarimizga 100 kelarligidek avlodlardan bo'lishimiz uchun albatta oldingi ikki turlik, ya'ni va'da qiladi, ijro qiladi. Va'da qilmaymi, ijro qiladi degan odamlar to'pidan bo'lishimiz kerak kelsa, hargiz keyingi ikkisiga o'xshash va'da qiladi, ijro qilmaydi, va'dami qilmaydi, ijromi qilmaydi, bakodalar yurdi deganlardan bo'lib qolmasligimiz kerak ekan. Demak, mana shu akallarimningki ustozlardan o'rgangan bilimdir, ular menga deb qo'ydi. Men vaqt kelganda buningdan foydalanaman, ruhiy uzuq olaman. Men sana deb qo'yman. Senmi keyin o'zingdan kichiklarga deb qo'yishing mumkin. Rahmat dada. Yaxshimisizlar ko'rgan do'stlar, bu sonimizda quyosh kunlik yurishlikning piyolasi bilan tanishib chiqamiz. Mana ko'rib turibsizlar, bu quyosh kun yurishligimizning piyolasi. Buning sirtqi qiyofasidan qarasanglar, ranglari quyoshdek issiq bo'lganligi uchun biz buningga quyosh gul deb ism qo'ydik. Endi bu bizning piyolimizning alayligi bo'lsa, mushu gul shakllari mushqachininki o'ttir qatlamiga ilingan. Tamoq bilan bevosita uchrashmaydi. Undan keyin bu sap-sapaldan yasalgan. Qo'g'ishun suyi va boshqa aralash moddalar yo'q. Odatdagi qachqichlar mushu 400 gradusdan 600 gradus atrofida tavlanib chiqadi. Lekin bu bizning nazifa chinqachilarimiz bo'lsa, 1280 graduslik yuqori temperatura tavlanib chiqadi. Ko'rib turibsizlar, nihoyat go'zal, nihoyat chiroyli. Biz odatda buni chayishgan ishlatamiz.